Blokada bu gormon hisoblanadi. Blokada so'zining ma'nosi bloklash degan so'zdan kelib chiqqan. Gormonal preparatlarni bo'g'imga qilish og'riqni sezuvchi retseptorlarni bloklab qo'yadi. Shuni hisobiga bu blokada deb travmatologlar xalq tilida tarqab ketgan. Asosan qilinadigan ukollar turi diprospan, betaspan, sertaspan kabi gormonal steroid gormonlar hisoblanadi. Bu gormonal preparatlar inson organizmida semirishni chaqirmaydi. Ko'p bemorlar savol berishadi. Gormonal preparatlar olaverib semirib ketdim deb. Buni o'zini pokazaniyasi bor. Og'ir holatlarda, shamollash kuchli bo'lganda, tizza bo'g'imida hech qanday protseduralardan keyin ham og'riqlar qolmasa, bu amaliyot o'tkaziladi va bitta inson organizmi uchun 1 yilda 4 marta bu narsani o'tkazish tavsiya etiladi. 4 martadan ziyod o'tkazish bu inson organizmi uchun juda katta ziyon. Keyin bu ukollarni, gormonal preparatlarni olish tartibi bor. Masalan, bitta ukolni bugun olsangiz, minimum vaqt 1 hafta yoki bo'lmasa 1 oydan keyin qayta olish tavsiya etiladi.